Hadeb ko'chadan sotib olib yeyvermasdan kelinglar, bugun uyimizda oshqozonimizga yengillik kiritamiz. 6 ta kartoshkamizni qaynatib, pishganidan so'ng alohida idishga solib, pyure holatiga kelguncha ezib olamiz. Syorkadan chiqarilgan sir, achchiq paprika, tuz va kraxmal solamiz. Va ketidan 3 osh qoshiq un, mayda to'g'ralgan ukrop yoki kashnishdan solamiz. Bir xil massa holatiga kelguncha yaxshilab aralashtirib, massamizdan ozgina olib, ichiga sir qo'shamiz. Yaxshilab eriydigan sirni hammasini ichiga sir solib tayyor qilib olganimizdan keyin alohida idishimizga 2 ta tuxum chaqib, bitta chesnoni mayda syorkadan chiqarib, tabga ko'ra tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Sharikchalarni usti qirsilab chiqishi uchun men leysdan foydalanib, birinchi tuxumli massamizga cho'miltirib olamiz. Undan so'ng esa leysimizga solib olamiz. Hamma sharikchalarni shunday qilib tayyor qilib olganimizdan keyin ko'pgina qizib turgan yog'imizda qizartirib pishirib olamiz. Iloji boricha bu sharikchalarni tayyorlayotganinglarda mozzarella siridan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Videoni ko'rib ishtahanglar ochilib ketgan bo'lsa, tepada turgan sertsani qizartirib qo'yinglar. Aytgancha kommentariy ham yozish esingizdan chiqmasin.